Har bir tabrik Bu mehrning ovozi. Tabrik vaqti sizlar bilan go'zal va betakror ovoz sohibasi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muborakxon opa, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat. Tanimadim. Opajon, sog' bo'ling. Avvalambor sizni bugungi go'zal ayyomlaringiz, hayotingizdagi eng unutilmas kunlaringizdan biri bo'lmish Rasulimizga ummat bo'lgan muborak shukrona kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Ayni daqiqalarda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan Dil izhorlarim loyihasi va boshlovchisi mashhur Jahon bo'laman bezovta qilmadimmi? Yo'q, bezovta bo'lmadim. Rahmat opajon, bugungi go'zal ayyomlaringiz munosabati bilan loyihamizga bir yaqin insoningiz tomonidan siz uchun yo'llangan chiroyli tilaklar, samimiy tabriknomalar kelib tushgan ekan. Shu maqsadda siz bilan bog'landik. Rahmat. Sog' bo'ling opajon, nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir yaqiningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Yaqinlarimdan o'g'lim, kelinim, qizlarim. Albatta, mashalloh. Bugungi ayyomlaringiz munosabati bilan barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, shu jumladan o'g'illaringiz Lazizjon aka, qizlaringiz Husnidaxon, Dilbarxon opalarimiz, nabiralaringiz Madinaxon, Latofatxon, Muhammad, Azizjon, Nodirxon, Dilnosaxon, Abdulloh hamda barcha yaqinlaringiz nomidan bitta-yu bitta keliningiz Layloxon tabriklayaptilar. Rahmat. Sog' bo'lsin, baxtimga hammalari yaxshi yursin, umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim aytganingiz Hammalari kelsin. hojatda bo'lib yursin. Ilohim onajon aytganingiz Hammalariga kelsin. rahmat, sog' bo'lsin. Baxtimga yaxshi yursin. Baxtimga hammalari sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Hammalarini yaxshi ko'raman. Mashalloh, ko'z tegmasin. Onajonimiz hozirda musofirdalar, lekin shunday bo'lsa-da, g'oyibona bo'lsa-da, ularga chiroyli tilaklarimizni yetkazib bering opajon deya biz bilan bog'lanibdilar. Ruxsat bersangiz, ularning dil izhorlarini o'qib eshittirib qo'yamiz, qabul qilib olasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Yuzlari nurligim, so'zlari chiroyligim, tillari zikrda, qo'llari hamisha duoda, qalbi esa Allohda bo'lgan qadrli onajonim. Avvalambor sizni bugungi Allohimga banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim baxtimizga sog' salomat bo'ling. Yuz yoshlarga kirib yurishlikka Alloh nasib aylayversin. Onajon, Allohning ishlariga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Alloh mehribon, negaki hayotimda berilgan mo'jizalarning eng go'zal hadyasi bu mening oilamdir.